Salomatlik sirlari. Anorning shifobaxsh xususiyatlari. Anor urug'ining asal bilan qo'shilgani yomon yaralarga surtiladigan doridir. Anorni sharob bilan qo'shib pishirib, so'ngra yaxshilab maydalab, quloq shishlariga bog'lansa, juda yaxshi foyda qiladi. Isitmalagan kishi ovqatlangandan keyin anorning suvini ichishi kerak. Anorning urug'iga asal qo'shilganda teshik yaralarga foyda qiladi. Shirin va achchiq anorning siqib olingan suvi asal bilan aralashtirilib, bir necha kun oftobga qo'yiladi. Bu malham ko'zdagi harorat va kunduzi yaxshi ko'rmaslik xastaligiga foydalidir. Asal anor sharbati bilan ichilsa, bo'shashgan mushaklarga yordam beradi. Anor, behi, olma, limon, oshqovoq, kashnich, sarimsoqdan teng bo'lakdan olib qaynatiladi va quyuq sharbat tayyorlanadi. Sharbatdan kuniga och qoringa bir osh qoshiqdan ichib turish tavsiya etiladi. Abu Ali ibn Sinoning ta'riflashicha, yuqoridagi aralashmani iste'mol qilgach, kishi baquvvat bo'ladi. Ibn Sino anor po'stlog'idan qon qusishda, milk va ichaklardan qon ketishda shifolovchi vosita sifatida foydalangan. Anor po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma yordamida ich buruq kasalliklarini davolagan. Qaynatma uchun anor po'stlog'idan bir qism olib, 2 stakan suvda qaynatiladi va 10-15 daqiqadan so'ng dokadan suzib o'tkaziladi va kuniga yarim piyoladan 3 mahal ichiladi. Ich ketishiga qarshi anorning po'stlog'idan foydalaniladi. 50 gramm miqdoridagi anor po'stlog'ini yarim litr suvga solib 20 daqiqa qaynatiladi. So'ngra biroz tindirib qo'yilgach, dokadan o'tkazib olinadi. Damlamadan har kuni ovqatdan oldin iste'mol qilinadi. Gippokrat teridagi kuygan yaralarni davolashda anorning suvidan foydalangan.